Men nima degan gapimni iminni o'sha joyini eshitib ko'ringchi, o'sha paytda gapirganman. Xullaschi, men ijtimoni isbotlamoqchi emasman, sizlarga isbotlashim kerak yo'q, chunki sizlar miyalaringda to'siq bor bunga. Sizlar zaharlanib bo'lgansizlar yoki bo'lmasam o'sha pul tikib yo'qotib bo'lgansizda, endi uni qanday qilib chiqarishni o'ylayapsiz? Bu sohani men yomon desam, siz u pulingizni chiqara olmaysiz. Men yomon desam, demasam u pulingizni chiqara olmaysiz akalar, menga aloqasi yo'q u pulingizni. Chunki qarang, sizga bir nimani berib turib, uni test javoblarini, ya'ni shablonlarini ham beryapti. Ya'ni bitta narsani chiqarib turib, esinar, esimsi deysizmi, nima desangiz hammasini o'zlari chiqarib beryapti. Bundan unga, undan bunga olib yuribdi sizlarni. Sizlar shunchaki ahmoq bo'lyapsizlar. Bu juda katta o'yin, bu juda katta o'yin. Prosta oxiriga yetib bormayapsiz. Sog'lom fikrlaringiz kelmayapti. Bu narsa shunaqa. Lekin qachondir men bilaman, siz tushunib yetasiz buni. Balkim 1 yil, balkim 2 yil, balkim 5 yil kerakdir biz ham davlatdagilar bu narsalarni tushungani, bilib, hazm qilib tan olishiga. Unga qadar qanchadir odamni asrab qolish kerak-ku baribir, to'g'rimi? Qimor o'yinlari oxiri voy. Trading, iminda forex xuddi shuni bitta turi. Nimadandir siz boyib ketishingiz mumkin, nimadandir faqir bo'lib ketishingiz mumkin, ya'ni kambag'al bo'lib ketishingiz mumkin. Buni hammasi sizni hayotingizni izdan chiqaradi. Yaxshi narsa emas degani bu narsalar. Shuni yaxshilab tushunib oling. Xohlaysizmi, yo'qmi, sizni psixologiyangiz rosa ham udar. Siz o'sha 10 mingta odamda bittasi bo'lishga aniq uverinsiz yoki nima deydi, sizni ishontiryapti bu sistema, bu narsalar. Va siz sog'lom fikrlay olmayapsiz. Siz o'sha odamda bittasi bo'laman deb harakat qilyapsiz. Bu bo'lmaysiz hech qachon unaqa. Buni yo'nalishi shu, buni psixologiyasi shu. Ya'ni o'sha qimor o'yinlari ham xuddi shunaqa, trading ham xuddi shunaqa. Shunchaki trading uni anchagina mukammallashgan shakli sizni qo'yib yormaydi. Umuman qo'yib yormaydi.